Ukraina Oliy Radasining majlisi bo'lib o'tmadi. Bunga sabab yig'ilishga 400 dan ortiq deputatdan bori yo'g'i 24 nafari kelgan xolos. Shundan so'ng Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatni tark etgan Oliy Rada deputatlarini 24 soat ichida ortga qaytishga chaqirdi. Aks holda davlat ular haqida jiddiy xulosa chiqaradi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar berdi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, ayrim xalq deputatlari o'z qarindoshlari bilan xorijga chiqib ketgan. Menimcha, mamlakatni tark etgan deputatlar 24 soat ichida ortga qaytishi kerak. Aks holda davlat va rahbariyat sifatida barchamiz jiddiy xulosalar chiqaramiz, deydi Zelenskiy. Davlat rahbari qaysi partiya deputatlari Ukrainani tark etganiga aniqlik kiritmadi. Uning ta'kidlashicha, rasmiylar o'z namunasi bilan Ukraina xalqiga birdamlik signallarni berishlari lozim. Shuningdek, Zelenskiy yirik ishbilarmonlarning Ukrainani tark etishiga ham izoh berdi. Davlat biznesga ta'sir o'tkaza olmaydi. Menimcha, ular o'z hukmini o'zlari chiqarishgan, degan u. Avvalroq Ukrainskaya Pravda nashri mamlakatdan tashqarida 23 nafar xalq deputati borligini ma'lum qilgan edi. Xususan, muxolifat platformasi Hayot uchun fraksiyasidan 12 ta deputat, Xalq xizmatchisi fraksiyasidan 5 nafar, Xolos fraksiyasidan 2 ta va fraksiyaga kirmagan 4 nafar deputat allaqachon Ukrainadan chiqib ketgan. Shuningdek, kamida 8 nafar tadbirkor Ukraina hududini tark etgan.